Quruq go'sht yoki tovuq go'shtini yeyish jonga tegdimi? Unda keto retseptli pesto sousini sizlarga taklif qilaman. Pesto sousimizga kerakli masalliqlarni ekraningizdan skrinshot qilib olsangiz bir umr sizlar bilan qoladi. Tayyorlanganda ko'proq tayyorlab qo'ying, chunki juda ham tez tugab qolish ehtimoli katta. Muzlatgichga qo'ysangiz bir xil turadi, muzlatib qo'ysa ham bo'ladi. Hamma masalliqlarni men o'zimni Varoma brendining Thermomixiga solib, avval 30 sekundda 10 tezlikda va yana 15 sekundda 7 tezlikka qo'yib aralashtiraman. Sizlarda Thermomix bo'lmasa, sizlar albatta blenderdan foydalanishlaringiz mumkin. Bu sous bilan go'sht, shashlik, tovuq go'shtlari, qovurdoqlar bilan birga tanovvul qilsa bo'ladi. Hattoki salatlarni ham ta'mini o'zgacha, restorandagidek bo'lishiga kafolat beraman. Pesto sousi qondagi yomon xolesterinni kamaytirib, yurak qon tomir faoliyatini yaxshilaydi hamda teri sifatini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, ovqat hazm qilish sistemasini ishini yaxshilaydi hamda immunitetni ko'taradi. Bir so'z bilan aytganda, bu tabiiy Ozempic sousi hisoblanadi.